IT sohasi mana shu bir aralashib mana anchagina eksportimiz ko'rinib qoldi. Sezilarli darajada o'zgardi. Demakki, davlat agar biroz o'sha turtki beradigan bo'lsa, odamlar o'zini farzandlariga kiritishni boshlaydi. Shu sohani vakili sifatida aytaman, davlat turtkisi nima bo'ldi, bilasizmi? Eng katta turtkisi erkinlik va soliqlardan ozod qilish. Lekin bu soliqlardan ozod qilish evaziga shunaqa katta pullar O'zbekistonga kirib kelyapti dollar hisobida. Qo'rqmasdan aytaman, yaqin 5 yil ichida yalpi ichki mahsulotda sezilarli, ya'ni ikkita raqamlikka o'tsa kerak deb o'ylayman. Men agar kutuvim nima uchun unaqa, agar bizga chet el kompaniyalari kirib kelaversa, outsource kompaniyalar kirib kelaversa, kirib kelgan sari ular faqat tashqaridan pul olib keladi degani. Faqat yutamiz unda. Yaqinda nima bo'ldi? Eksport miqdori deyarli 500% ga oshdi degan bo'lsa. Nima bo'yicha? IT mahsulotlarini eksport qilish bo'yicha. Ya'ni bironta bir mahsulot qildingizda 3D qilib turib sotyapsiz. Avvalgi 5 yilga qaraganda foiz o'sish juda baland bo'ldi. Juda baland bo'lgan. Juda baland. Ya'ni o'sha davlat tomonidan chiroyli turtki bo'lganda bu narsa. Bu sohalarni rivojlantirish kerak. Sababi deylik, bular mahorat talab, inson bilan bo'ladi bu ishlar. Inson, ya'ni mahorat talab qiladigan, ya'ni mahorat bilan ketgan qiymati katta desangiz, qiymati katta, ya'ni bularda qiymat bor. Ya'ni sizdagi olma sotadigan odam bilan kimdir programmistlik bo'ladigan bo'lsa, kelib turib programmistlik qila olmaydi. Ustidagi qiymat yaratilishi kerak, qanchadir o'qish kerak. Natijada bu qancha rivojlanadigan bo'lsa, lekin yana shu joyda bor. Biz inson resursiga taqalganmiz va yana o'sha siz aytgandek, biz hukumatga borib taqalib qolamiz xalq ta'limiga. Agar bola ingliz tilini bilmasa, foydasi yo'q. Shu joyda aytib qo'yay. Yana demakki, bu yerda